Qız balani bakmak asan, ama terbiyelemek tez. Kızınız 3 yaşdan aşqandan keyin diqqat qiling. Dadisi ve bevosita urug' tuqqanlardan boshqa har qanday er kishi ko'tarib puchoqlasa, quchqig'i elib olsa erkilasi bo'lmaydi. 10 necha yoshlik nevri bolalarmi shuning ichida. Kızınız 3 yaşdan aşqandan keyin dadisi balani yuyish qatnashsa bo'lmaydi. Balaga kiyim kiygizgandimi uzunroq kiyindiring. Sakrab taqilganda ko'rinib qolmagandek bo'lsin. Yaxshi odatlarni kichikdan boshlab o'g'itish kerak. Qizingizga o'ltirib qopqanda ko'ynikini yaxshi boshqarishni, o'ltirganda chiroyli o'ltirishni, yo'l manganda chiroyli mengishni o'rgating. Har qanday bir odam balaga yomon gap qilsa, axloqsiz gaplarni qilsa, ota-onasiga aytishni eskarting. Mahallada va yoki sirtlarda o'ynagan vaqtda odam ko'p yerda, kuzatish apparati bor yerda o'ynashni eskarting. Notanish kishilar paranglashmoqchi bo'lganda rad qilishni o'rgansin. Yo'l so'rasa, bilsimi, bilmayman degani yaxshi. Hozirgi davrda bola o'g'risi yil ham mavjud. Shung bu gaplarni balaga cho'qim dang. Oxirida eskartadiganim qiz bolalarning sog'lom o'sib yetilishi uchun qizlar o'g'illar bilan o'ynamasin. Qiz farzandlarimiz boshqa qizlar bilan o'ynagandimi, odamni yaxshi tanlasin. Axloqsiz gaplarni qiladigan, qiliqsat, qizlarga yarashmaydigan xatarlik ishlarni qiladigan bolalardan yiroq turishni eskarting. Balangiz 5 yoshdan burun men degan oddiy bo'lgan shu uqumlarni kallasiga singdira olsangizlar, kelgusida nurg'ulg'an xim xatardan saqlanib qoladi. 抖音